qizimiz menga 4 ta taqinchoqni rasmini tashlab, "Men shu 4 tasini nabor qilib olmoqchiman" deb yozibdilar. Men esa yo'q deb aytdim, chunki men naborlarni buza olmayman. Qizimiz har xil naborlardan o'zlariga yoqqanlarini ichidan tanlab olgan. Zakazga esa beraymi, naborni buza olmayman. Qanday bo'lsa, xuddi shunaqa sotaman. Naborlarning asl mohiyati ham shunda, men o'zim tayyorlab qo'ygan naborlarni kimga to'g'ri kelsa, arzon narxlarda sotib olish mumkin. Zakazga esa bersam esa albatta dona narxida hisoblayman. Unda shu uchovi qancha bo'ladi deb yozib yubordim. Men dona narxlarini ularga kelishtirib aytdim. Bu diademani men 120 ming so'mga oldin zakazga yasardim, lekin ularga kelishtirib 90 ming so'm dedim. Voy, o'ylab narx qo'yyapsizmi? Buni narxi hamma joyda 45 ming, 50 ming so'm turibdi-ku deb aytdilar. Men esa 120 ming, 150 ming so'mdan ham sotganman. 45 ming men rasxodini pulini chiqarish uchun ishlamayman bu sohada. Voy, siz zo'r ekansiz, ha deb yozib boribdilar. Hamma joyda shunaqa narx bo'lsa, bemalol olavering asali. Men sizga mendan oling deb majbur qilganim yo'q, hech kimga majbur qilmaganman. Keyin menga rostdan ham 55 ming, 45 mingga yasagan qizlarni o'sha narxlagan rasmlarini tashladilar. Xo'p, bemalol o'sha joydan olavering desam ham yana tashlayveradilar-da. Vobshe qimmat, insof bilan odamlarni o'ylagan holda narx qo'ying deb yozdilar. Aynan insonlarni o'ylagan holatda bo'lajak kelinlarimiz uchun tayyor sarpa naborlarni tayyor holatda chiqarganman va hamyonbop narxlarda olishingiz mumkin. Masalan, mana shu naborimiz 450 ming so'm. 450 ming so'mdan oshgan naborlar uchun dastavkamiz bepul.